Külke canның oziqi. Shundaq bugun kechiligimizmi kulki izlab kelgan barliq tomoshabinlarning hurmati uchun albatta. Undaq bo'lsa diqqatinglar tuvandagi etotda bo'lsin. Etot xislatlik tevib. Marhamat. Teviblarning shohi pirman. Tomo tutib kesal ko'rman. Muqim dukkan bo'lmag'ach menda ko'chalarda minib yuraman. Teviblarning shohi pirman. Kasallarni qarab bilaman. Saqoymasa mening bemorim, uning uchun o'zim o'laman. Teviblarning shohi pirman. Mikroblarni haydab suraman. Doğram küçük boğaçqı mening xotlanmay boy taqshiraman. Teviblarning shohi pirman. Ojiz erga doğru beraman. Ağvatlarni o'zgartib pishirg'a saqaymasa pulini beraman. Teviblarning shohi pirman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, anlasam mushu etrafga bir tevib kepti ekanmash. Dangliq. Ha, dangliq tevib. Ha, go'har yotadi sayda, tonimisan nima foyda. Voy, siz shu tevib shuma? Darhaq. Ha, dangliq tevibkansizda. Kamini faqir, muavin mudir faroj, DVD, VCD, TV degan men shu. Ha, bu hojimka bu. Bu tevib deganning unvoni olmaydi. Bu unvonni sizlar nadim bergan? Dadam bergan. Sizniki ismingiz? Ha, Kamini faqirning ism zoti Ibn Sina, Luqman Hakim, Hozibay, xislatlik tevib Shileyli. Ha? Nang bir qonunlik varisi. Abduvaqi, Abdusattor, Abdujabbor Hokim. Ha, hojimka sizlar haramga hajga borganmi? Yo'q. Men haramga hajga bormagan. Lekin Qashqa hazratga 2 qatim hajga borgan. Yo'q, men ismlaridan keyin hojim degan gap bor emasmi? Shuni so'rab qoldim. Ha, o mening ismimdan keyin emas oldi. Hozirgi var atam mening ismimni og'zilab amallab, ismimni Hojim deb qo'yibdi ekan. Anda olsa men izlayotgan tevib. Asl emasdi. Men shudir. Anda olsa yaxshi gap. Hojimka menda gap. Anamning toza mijozi yo'q. Ko'rsatmagan doktorxona qilma deb toza unumimda. Xo'sh. Shuni uyga yurib ko'rib qo'yamki deb. Fikam, bu doktorxona degan kasal davolaydigan yer emas. Voy, bu nima deganingiz hamda? O bu doktorlar oldiga borsa, sizlarni bir nima degan. Ama sizni oldingizga kelsam doktorlar bir nima dedingiz hamda. Fikam, doktorlar bizni ko'rmaydi. Do'qchi aptop tilisa, matangchining ochiq kepti degan gap bor. Doktorlarning maqsadi kasal tepish emas, pul tepish, pul. Ma gapingiz qamlashmaydi hojimka. Fikam, o'ylab baqinga. Bo'lmasa doktorlar rentgen, B-chow, C-chow, CT deb ayrim silib pul elib yurmay, eng yomonini birsiga sanmamdi. Bu gapingizmi qo'y? Lekin ay doktorlar aş 3 kunlarda topamagan kasalni siz qanday topsiz hojimka? Astagfirullah. Fikam, mana biz qarab, purab, so'rab, tutib bilaman. Alayliq. Mana sizning hozir chiroyingizdan chiqib turibdiki, mizojingiz bo'shab, xilitlaringiz tangpunliqni yo'qotib, badaningizni balg'am chirmab ketibdi. Safro o'rlab, savdo tuvallab ketibdi. Ha. Ko'rilishga bo'ladiki, levingizda gaz, tishingizda daz, qopqingizda bez bor ekan. Adam qo'rqatma hojimka. Mana, qarang, men gap qilib bo'g'ich qo'rqiyotganingizni qaraganda, sizning yuragingizmi ojizlashib ketibdi. Mana buni biz o'zimning tibobitimda zaifi yurak. Nima yo'q gapni qilma, yuzgam saqmaning-kan. Vaqirman. Mana bu voqeangiz qaraganda chiqib turibdiki, sizning nervingizdami asroq masala ekan. Mana siz bayotin sap-saqda. Demak, o'zingizning sog' yoki sog' emasligini bilmayapsiz. Shuning qaraganda sizda esini yo'qotish kesilma bor ekan. Akalam. Nima? Pul o'ygan qo'lingizni.
Abla, ben pulunu qo'shiq deb keldim. Nima qo'lingiz o'z akilivering ha? O'ng qo'lingizmi shu, ha? O'ng qo'lim shu. Ha, to'g'ri, soat taqmagandan o'ng qo'lmi shu. Hacımka tumanım nereden tuttu? Ey oqsoqol ukam, bu degan mening dadamdan qolgan maxfiy resept. Mana bu 5 barmoq 5 a'zoga vakillik qiladi. Qo'lning olqini qo'saqqa, dumbisi muriga vakillik qiladi. Tilingizni chiqaring. Yo'g'roq chiqaring. Tilingizga birisi dasib olmagandan keyin uzunroq chiqaring. Chiqaring. Bo'ldi, tilingizni tating. Çatak yoktu. Tilingiz ishning tilidek bildiylab ketdi. Kesal xilaba. Nima kesilken ben? Alomatlaringizdan qaraganda, sizning hozir mubtalo bo'lgan kesalingiz vatattakkur kesili. Vatakkur? Vatakkur emas, vatattakkur kesili. Vatakkur kesili degan nima kesel? Vatattakkur kesili deganimiz illati mashoyix degan kesal. İllati maşayık degan qanday kesel? Illati mashoyix deganimiz saqaymas kesal. To'g'ri. Bu acaba anlab bakmagan bir kesel ki ha? Hozir zamonning taraqqiy qilishiga ergishib, kasallarni taraqqiy qilmayotdi. Mana bu kasal mening tunji tadqiqot mevam. Shu men bu kasalga vatattakkur kesali deb nom berdim. Bu keselning bir aniq tushunishlik nomi yo'qmi? Bah, Nima? eshak sukumi. Eshak sukumi? Eshak sukumi deb sukam bormi? Albatta bor. Masalan, hozir yangidan paydo bo'layotgan qush sukumi, yılan sukumi, qirg'oq sukumi, degandek nurg'un zukamlar bor. Mana siz dal eshak sukumi. Bu kesel eshakdan yuqamda. Albatta eshakdan yuqadi. Chunki eshakka maska tatqili bo'lmagan ekan. Ishchik taqaydi, ishchik yuqadi. Nachiz jonni oladi. Endi bunun doğrusu Yo'q. Saqaymaydi, qat'iy saqaymaydi. Lekin ko'nglingizni yarim qilmang. Mana men saqayta olayman. doğrusu bormi? Doğrusu bormi? Mana Şu aeroplan mı doğru oxşamamda? Ay, bu aeroplan doğru emas. Mana shu doğrularning hammasini aeroplan orqali yo'tkab olib kelgan. Nerede? İtaliya, Albaniya, Germaniya, Yaponiya, Kiriya, Roziya, Roziya ham uyalarni olib kelgan. Hacımka ben muş doğrunu isem saqib ketaman. Ufkan, jon Xudoning, tan tuproqning. Biz faqat sababkor. Endi saqib qolsangiz, do'stya birodarlaringizni jiqroq boshlab kelasiz. Menda alomat yaxshi to'g'ri bor. Baxtni kuchaytiradigan, böbrek quvvatlaydigan, xaltadagi suv yo'qotadigan dorilar bor. Mana shu böbrekni kuchaysak, butun raisiy a'zolarning hammasiga foyda qiladi. Ayak ben o böreknin doğrusu ama eşek sükümden doğrusunu eli vereceğim. Ma baland doğrati. Mayli ukam ko'nglingiz, o'zim taqshab beray, ha? Ma'qul. Hacımka Xo'sh. muşu doğrunu istemem saqib ketem deme ya başka perz mi tutam deme. Ukam, endi boshqa farz tutasiz. Bo'ladimi shu tomoq deymiz, hamma narsaga farz tutmasangiz bo'lmaydi. Masalan, Masalan, yemek, içmek, açık su, laza, spirtlik narsalarga alohida diqqat qilishingiz kerak. Bo'libmi, qoqlagan, qo'rg'an, ho'rda pishgan, to'noq yoqqan, itiz eriq, shoxti pishgan narsalarga hargiz yaqin kelmang. Qaynoq suv, sovuq suv degan narsalarni hargiz ichmang. Bo'lmasa to'g'ri tepmaydi. anda olsa nima içsem bula? Erkek su. Yamg'o'si ya? Kan bu erkek su deganimiz qurib ketgan daryoning suvi. Ma'qul. To'g'raqning suyimi bo'ladi. Ma'qul. Mana. Bu doğru neçi pul oldu hem de? Siz nereden ukam? Hemen Qashqardan.
Unda bo'lsa ikimiz bir juftlik emas ukam, sizga azara qilib beray, ya. Voy, sizmi Qashqadimmi? Yo'q, men xotandim ukam. İkisi qanday bir jut bo'ldi? Ukam, biz burun xotanga mangach Qashqadan o'tdik. Bo'ldi, jutozlik qilmang. Ma'qul. Nech pul oldi? Endi ukam, qarasam siz onangizga vafodor, isl bola ekansiz. Shuning o'z xotirasini qilib bo'lsa-mu, endi boshqadan bo'lgan bo'lsa 240 gan olatdim. Siz 240 qo'ying. Bu ikkisi o'xshash gap qol. O'xshamaydi. Birisi 240 gan. Yana birisi 240 qo'y. Baho o'xshash bo'lgan bilan sizning dorilaringizning tarkibi o'xshamaydi. Men sizning dorilaringizga aloyitan qalampur, qovzaq tochin, pil, chavrofta osmoniy, sana ham dadur etib qo'ydim. Sana. Dadur. Bu sana degan odamning ichini surdi. Bu dadur degan odamning ichini qatirdi. Siz bu kesni nereden öğrengen? Men dadamdan öğrengen. Dadamdan udum qolgan. Dadanız hayat mı azı? Dadam hayat. Lekin dadamni izlab shumam. O bana bütün udumlarını berib etgan. O hozir kesga tabaqlanmaydi. Dadanızın ismi neydi? Dadam Xotan diyoridagi dangliq milliy tibobat olimi. Xo'ja Abdul Ahad. Hoca Abdul Ahad? Xo'sh. Köre köşede üyü var. Xo'sh. Taşkörük şifaxonasini açkan Hoca Abdul Ahad emasdi? Xo'sh. Mana sizmi dadamning muborak nomini anglab ekansiz. Tova. Mengo şu adamның balası. Dadam sizni qachon topgan bo'g'iydi? To'la chaqchaq qilmang afkam. Sana çaqchaq qilib kimning cho'lisa? Sen gapini qilgan Hoca Abdul Ahad degan mushuda? Naqmush odam shu. Amsa yenidikisi. Yenidikisi? U men emaskanman. Yenidikisi men. Shundami? Mana men xotinlik. Birni bir deyman. Mana men haqiqiy millat ibobat varisi. Men sening mushu etraf dadamning nomini sitib, boshqalarning qaqsot qilayotganligini anglab, atayin xotinni kelishim. Sana o'xshash bir qism saqtpaz tüyüplar bizning dunyoga mashhur Uyg'ur tibobatchiligimizning ham doktor tüyüplarimizning yuzini to'kyapti. Tovdislar afkam, tovdislar. Men bir avizchilik yuzini to'ksam to'kaman, qasirning yuzini to'kmayman juma. Mana nega? Doğru tekshirish darsi qurib, mana bu dorilarni tekshirish emas. Qolgan gapni ashad deyishimiz. Mana afkam bu. Mana.